Assalomu alaykum Turkiya davlatidagi go'zal, aziz opa-singillarimiz. Sizlarga zo'r yangilikni aytib o'tmoqchiman. Hozirgi bu aytayotgan gapim qochoqlarga ko'proq taalluqli. Qochoqlarga ham hozirgi kunda 6 oylik kimlik beryapti ekan. O'zim bugun Guch idorasiga borib, so'rab surishtirib keldim. Haqiqatan ishonsanglar bo'larkan, bemalol bosh urishinglar mumkin. Bunga nimalar kerak bo'ladi? To'liqroq ma'lumot berib o'tmoqchiman. Patroninglardan tahdidnoma olishinglar kerak bo'lar ekan. Undan keyin jazo pulinglarni to'laysizlar. Normal kimlikni qanday olgan bo'lsa, faqat o'sha normal kimlikni olgandek ikkalasi tahdid bilan jazo parasini to'lab, faqatgina shu o'zgarar ekan. Boshqa hech qanaqa o'zgaradigan joyi yo'q ekan. Necha yillik qochoq bo'lsanglar ham 1 yil, 2 yil farqi yo'q. Umuman qochoq bo'lsanglar bo'ldi. Patroninglardan qanday olishinglar mumkin dokumentni? 65 yoshdan usti, ya'ni 65, 70, 80 yoshli ana bakım yokida dada bakım, ya'ni yoshli bakım ishlariga yokida 7 yoshgacha to'lmagan bolachalarga chujuk avlasi, o'yin avlasi. Mana shunaqa nimalarga olsalaring bo'lar ekan. Yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Tushunmay qolgan joylaringni WhatsAppdan ham tushuntirib yuborishim mumkin. Sog' bo'linglar.